Fransuz adabiyotining taniqli vakili Marsel Brion qalamiga mansub Men kim? Fotih Temur asari buyuk sarkarda Amir Temur siymosini o'zgacha nigoh bilan yoritib beradi. Ushbu asarda sohibqironning nafaqat jangovar jasorati, balki uning chuqur tafakkuri, mustahkam irodasi va adolatli davlat boshqaruvi haqida ta'sirli tasvirlar berilgan. Muallif Temur shaxsiyatini tirik obraz sifatida gavdalantirib, o'quvchini tarix qa'riga sayohatga chorlaydi. Asarni mutolaa qilish jarayonida siz buyuk sarkardaning ichki dunyosi, qarorlar qabul qilishdagi donoligi hamda uning davr ruhini chuqur his qilasiz. Bu kitob nafaqat tarixiy bilimlaringizni boyitadi, balki sizni mardlik, qat'iyat va vatanparvarlik ruhida ilhomlantiradi. Agar siz tarixiy shaxslar hayoti va buyuk siymolar taqdiri bilan qiziqsangiz, ushbu asar aynan siz uchun.